Sigir so'raganlarga ikkita sigir sotiladi. Bunisi 10 litr, bunisi 8 litr sut berar ekan. Bu birinchi bolasi, bu ikkinchi bolasi. Videorolik davomida ko'rib o'tamiz. Uyda yana bor. Ona bola sigir so'raganlarga DNOdan mana qarang, bolasi ham katta ona bola sigir 48 savdo bo'lyapti. Ona bola sigir so'raganlarga Sarasa Sharg'unda uyda yana 4 ta 5 ta bor. Videorolik davomida ko'rib o'tamiz, uydan ham sotamiz deyapti. Ona bola sigir so'raganlarga DNOdan manaki 20 litr sut berar ekan. Bolasi manaki. Mana ma'mur deydi. Jurka, ma'murga jurka salomatlaring. Ating. Mana ekan. Tezroq qaytib keldi. Ma'mur aka Jurka degan jo'ralariga salom yo'lladi. Fayz aka bilan birgalikda Rostovga. Ona bola sigir so'raganlarga uzundan. Barchaga yangilik salom, sizlar bilan G'iyosbek Xurramov YouTube kanali. Bugun sana 19-mart 2026-yil Surxondaryo viloyati Sarasa payshanba mol bozordan mol narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Bu videoda sog'in sigir narxlari bilan tanishtiramiz. Birinchi qismda ho'kiz navoz narxlari, ikkinchi qismda esa yosh g'unojin ho'kizcha narxlari bilan tanishtiramiz va uchinchi qismda manaki adovcharimiz ona bola sigir narxlari bilan tanishtiramiz. Keyin esa qo'y bozordan ham video qilishlarga tanishtirib o'tamiz. YouTube'da Surxon Media'ning 3-kanali G'iyosbek Xurramov YouTube kanalida mol bozor, qo'y bozor chiqadi. Surxon TV kanalida ot bozor chiqadi. Surxon Media'da uy va mashina narxlari chiqadi. Sizlar bilan G'iyosbek Xurramov kanali. Avak nech pul deyapsiz bu ona bola sigirda? 30 million so'm baho qo'yasiz. Tepadimi deyman? Vo, sakrayapti-ku. 30 million so'm baho qo'yapti ekan. Qo'rqyaptimi? Bolasi erkakmi aka? Bolasi erkak, mana 30 million so'm baho qo'yapsiz. Savdo necha bo'ldi aka? 27 million jazman har 3 kishi so'rayapti. 27 millionga 3 kishi so'rayapti ekan, 30 million so'm baho qo'yapti ekan, 27 jazmani bor savdosi deb. Bolasi erkak a? Nechinchi bolasi bu? 4-chi bolasi. Erta oqshom qancha suti bor? 8 litr suti bor. Mana aka, sigir olaman deganlar bo'lsa, narxi bilan tanishib o'tamiz. Qayerda mol aka? O'zbekiston portalima. Sarasadan ekan? Sarasa O'zbekistondan ekan. Aka necha qoldi buni narxi? 22 ga qoldi. 22 ga qoldi ekan. Ona bola sigir mana. Qayerda mol aka? Sarasa ham Denomi? Yo'q, Xonjan mol. O, Xonjan mol. 22 ga qoldimi aka? Mana yosh ekan, nechinchi bolasi? 1mi, 2mi? Yo'q, bu 3-chi bolasi. O, 3-chi bolasimi men? Xo'p, 3-chi bolasi ekan. Nech pul baho qo'ydingiz o'zingiz? 25 deyapti. 25 deyapsiz. Savdo necha bo'lib qoldi? 21. 25 baho qo'yilib, 21 savdo o'tdi ekan. O, Ashur aka mana aka, ukangiz ko'rib qo'ying, mol sotyapti udar mollardan. Zo'rmisiz? Baxtinga siz. Ana shuni gavlash. Qanday zo'rmisiz? Qani qaysi mol sotyaptilar? Bu molni mana sotyapti. Uzunni molimi bu? Denoda mol ekan mana. Ona bola sigir so'raganlarga, sigirmisan sigir, udar sigir sotuvda ekan. 7 oqshom qancha suti bor? Karam pulga o'lyaptimi? Bitta ko'rsatib qo'y. Karam qorga o'lyapti. Ashura karatsa ham, ashura ko'ratdi bo'lsa. Xo'p, qancha suti bor aka buni? 7 oqshom 20 ta. Bolasi erkak. Bolasi urg'ochi ekan, erta oqshom 20 litr suti bor sigirda sizlarga tanishtiramiz. Denodan a? Mana aka, 7 oqshom 20 litr suti bor ekan, Denoda sigiri. Nechinchi bolasi bu endi? 4-inchisi? 4-inchisi bolasi ekan. Qancha baho qo'yapsizlar? 65 million so'm aka baho qo'ydi. Savdo necha bo'ldi aka? 48. Mana aka, o. Qarang, 65 million so'm baho qo'yiladi, 48 million savdo bo'lgan ona bola sigir. Bolasi ham parada ekan, ko'rishingiz mumkin. Ona bola sigir narxlari bilan tanishib o'tamiz. Uyda yana bormi yo'qmi aka? Uyda izi bormi yo'qmi? Bolasi borda. Agar uyda yana bo'lsa, nomer bo'lsa, nomerni ayting aka. Yo'q. Uyda yo'q ekan, shuni o'zini tanishtirib o'tamiz, mana aka, narxi bilan tanishib o'tamiz. Porting mana buzovni baka. Mana aka, 48 million savdo bo'lyapti. Bitta Nexia 2 beradi buni puliga. Ona bola sigirimiz sotilar ekan, Sarasa Sharg'undan ekan mana aka. Qarang, qancha suti bor Hasan buni erta oqshom? Qancha? 10 litr suti bor erta oqshom mana. Nechinchi bolasi u? 3-chi bolasi ekan, erta oqshom 10 litr suti bor sigir sotilar ekan. Nech pul deyapsizlar buni endi? 24 million so'rayapti. 24 so'rayapti. Bolasi nimada? Bolasi urg'ochi, bana o'ylik o'zovchasi. Bolasi urg'ochiga 24 ga berilmadi. Nech pul baho qo'yilyapti? 400 million deyapman. Surxon o'z domidan chiqqanga o'tib Mana beraman. aka, Surxon Media'ning obunachilariga o'tib beramiz deyapti. 30 million so'm baho qo'yib kelishamiz deyapti. 24 ga berilmagan. O, uyda yana bormi yo'qmi Hasan? Bor, 5-6 izi bor. Nomerni aytib qo'yibsiz. Nomer
91lik 91lik 902 902 3187. 3187 shu nomerga bog'lansa uyda 4 ta 5 ta bor ekan. Sarasa Sharg'unda Nasrli parada garantiya sigir deyapti. Borib ko'rib sog'ib olasizlar. Enodan ekan bolasi ho'kizchami aka bu? Ho'kizcha. Nechinchi bolasi aka bu? Birinchi bo'ladi. Birinchi bolasi. Nech pul deyapsiz aka ona bolani? Ona bola xulosa 48 millionga bermayapti. 48 ga bermayapsiz. O'zingiz nech pul baho qo'yapsiz? 55 deyapti. 55 million so'm baho qo'yapti ekan, yana 5 oylik bo'g'oz ekan, hozir 48 savdo bo'lyapti. Mana aka 48 million savdo bo'lyapti ekan, berilmagan ekan. Xullas 55 million so'm baho qo'yapti. Qornida yana 5 oylik bor ekan. DNOdan ona bola sigir narxlari bilan tanishtiramiz. Aka uyda yana izi bormi yo'qmi? Shu bitta. Xullas mana aka telefon nomeri yo'q, shundagina narxini tanishtiraman. Nomer bormi? Mana hozir agar bozorda sotilmasa, uydan ham sotish niyat bor ekan. Qarang 55 baho qo'yapti, 48 savdo bo'lyapti ekan. Aka nomerni aytib qo'ying. 97lik 97lik 550 550 93 93 nomerga bog'lanasizlar. Ona bola sigir DNOdan, mana udar sigirlar. Aka o'zi qancha sut berardi? 20 ta. 20 ta sut berar ekan erta kech. Mana ona bola sigir sotyapti aka. Qayerdan oldi aka bu? Kommunizm Chikalifdanman. Uzun kommunizm Chikalifdan. Nechinchi bolasi aka bu? Bu aka 3-chi bolasi, Erkak urg'ochimi? 3-chi bolasi. Mana 3-chi bolasi ekan. Bolasi urg'ochi dedingiz a? Urg'ochi. Mana unami? Hozir shoshmaydi. 4 litr kechqurun Xo'p. sut beradi. Qancha sut beradi 4 litrdan? 4 litrdan erta 4 litr kechqurun. Narxi nechi pul? Narxi 24,5 million so'rayapti. Biroq kelib 24 ga 8 pul bermadi. Bermadi. Endi 30 million deyapman. Nechi pulsa beramiz? 26 bo'lsa sotdik. Va, udarki. Keling 25,5 million sotdik. Yo, nomer bormi yo'qmi? Nomer uyda yana sigir bormi yo'qmi? Yo aka bitta o'zi sigirim bor edi. Yaxshisi yaxshi olib chiqqan edimda yaxshi. Bo'ldi mana aka narx. Mana ona bola sigir 21 million 8 so'rayapti. 21 million 8 so'rayapti ekan, bermabdi. Bolasi ho'kizchami aka? Bolasi ho'kizcha ekan, 21 million 8 ga berilmagan. Qancha suti bor aka erta oqsham? Erta oqshomga balansa tashqari 7 ta Erta oqshom bolasidan tashqari 7 litr suti bor ekan. Denotga aka qayerdaki bu? Sarason. Sarason aka. Uyda yana bormi yo'qmi aka? Bor. Bo'lsa nomerni aytib qo'ying aka. 90 247 90 247 76 70. 76 70 shu nomerga bog'lanasizlar, ona bola sigirimiz sotilar ekan. Xo'p, bu qayerdaki aka hozir? Aka denotgan bu? Nech pul deyapsiz aka buni? 23 deb. Bolasi shumi? Bolasi shu ekan, 23 million so'm baho qo'yapti ekan. Qancha suti bor aka erta oqsham? 6 litr. Erta oqsham 6 litr suti bor ekan. Nechinchi bolasi aka u? 3-chi qorinda ekan. Qancha savdo bo'lyapti hozir aka? 20 gacha bo'lyapti, bermadi. Siz nech bilyapsiz? 23 deyapti aka. Shunaqa yosh, arzon sigir kerak bo'lsa aka sotyapti. Denodansiz aka? Aka nomerni aytib qo'ying, agar uyda yana bo'lsa klient jo'natamiz. 97lik 532 42 24 shu nomerga bog'lanasa shunaqa sigir uydan ham sotamiz Denodan. Ona bola sigir so'raganlarga Denodan ikkita bolasi erkak sigirlar sotilar ekan, sigir olaman deganlar bo'lsa marhamat, bolalarni qarang, parada bolalar ekan. Mana nasrli sigirchalar ekan. Xullas ikkita puli yengilgina sigir. Xo'p, mana bunisini ham tanishtiray. Mana ikkita sigirimiz sotuvda ekan. Ala qara sigirlar. Aka bular qanchadan suti bor bulardi? 10 taga 8 ta. Bu 10 litr sut berar ekan, erta oqsham bu 8 litr sut berar ekan Denodan. Bolalari erkak ekan, buni bolasi shumi aka? Ha, buni bolasi shu ekan. Xo'p, aka buni nech pul deyapsiz? 32 so'rayapti. Siz nech pul baho qo'ydingiz aka? 36 million so'm aka baho qo'yapti, 32 million so'rayapti ekan. Erta oqsham 10 litr sut beradigan sigirimiz Denodan, ikkinchisi esa 8 litr sut berar ekan. Xo'p, mana aka bolasi mana bu. Nechinchi bolasi aka? Birinchi bolasi ekan. Bu erta oqsham 8 litr sut bor ekan. Nech pul deyapsiz aka buni? 24 so'rayapti. O'zingiz nech pul baho qo'ydingiz? 35 baho qo'yilib 24 so'rayapti ekan. Bu nechinchi bolasi edi bunisini? Bu ikkinchi bolasi. Xullas mana shunday yaxshi parada garantiya sut beradigan yovuz sigirlar sotuvda ekan Denodan. Uydan ham olamiz siz, uyda ham yana izi bor ekan, nomerni qoldiraman. 99lik 3 0446 shu nomerga bog'lanasizlar, olib borib savob ko'rib, keyin pulni bersangiz ham bo'ladi deyapti.
ona bola sigir olaman deganlar bo'lsa, marhamat. Enadan ikkita bolasi erkak sigirlar sotlar ekan, sigir olaman deganlar bo'lsa, marhamat. Bolalarni qarang, parada bolalar ekan. Mana nasrli sigirchalar ekan. Xullas ikkita puli yengilgina sigir. Xo'p, mana bunisini ham tanishtiray. Mana ikkita sigirimiz sotuvda ekan. Ala qara sigirlar. Aka, bular qanchadan suti bor bulardi? 10 taga 8 ta sut. Bu 10 litr sut berar ekan, erta oqshom bu 8 litr sut berar ekan. Denodan. Bolalari erkak, buni bolasi shumi aka? Ha, buni bolasi shu ekan. Xo'p, aka, buni necha pul deyapsiz? 32 so'rayapti. Siz necha pul baho qo'ydingiz aka? 36 million so'm aka baho qo'yapti, 32 million so'rayapti ekan. Erta oqshom 10 litr sut beradigan sigirimiz. Denodan, ikkinchisi esa 8 litr sut berar ekan. Xo'p, mana aka, bolasi mana bu. Nechinchi bolasi aka? Birinchi bolasi ekan. Bu erta oqshom 8 litr sut bor ekan. Necha pul deyapsiz aka buni? 24 so'rayapti. O'zingiz necha pul baho qo'ydingiz? 35 baho qo'yilib 24 so'rayapti ekan. Bu nechinchi bolasi edi bunisini? Bu ikkinchi bolasi. Xullas, mana shunday yaxshi parada garantiya sut beradigan yovuz sigirlar sotuvda ekan. Denodan uydan ham olamiz desiz, uyda ham yana izi bor ekan. Nomerda qoldiraman. 99lik 3ta7 0446 shu nomerga bog'lanasizlar. Olib borib savob ko'rib, keyin pulni bersangiz ham bo'ladi deyapti. Ona bola sigir olaman deganlar bo'lsa, marhamat.